O'tgan sud majlisida prokuror sudlanuvchilarning barchasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-moddasi 4-qismi B bandi bo'yicha ayblovni chiqarishni so'ragan va 10 nafar erkak sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining 257-prim moddasi 1-qismi bilan 3 yildan ozodlikdan mahrum qilish, ayol sudlanuvchiga esa 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlashni taklif qilgan. Jinoyat protsessual kodeksining 452-moddasiga asosan sud tergovini tiklab berishni so'rayman. Savol tug'ildi, asosiy qismiga. Go'sht bilan bog'liq. Bugun sud avvalida yana prokuror so'z oldi. Sudlanuvchilarga qo'shimcha savollar berilgandan so'ng muzokarada ularning barchasini Jinoyat kodeksining 186-moddasi 4-qismi B bandi va 257-prim moddasi 1-qismi bilan aybli deb topishni so'radi. Taraflar muzokarasi vaqtida iltimosnoma berib bo'lmaydi. Qonunda aniq ko'rsatib qo'yilgan, agarda sud tergovini tiklash masalasi bo'lsa ham, tergovda tekshirilmagan dalillarni asoslab tushuntirib berish kerak sudga. Go'sht temasini ko'tarish kerak degan to'xtamga kelingan taqdirda ham bu sudga aloqasi bo'lmagan holatda alohida ajrim chiqarish yoki bo'lmasa ularga nisbatan jinoyat qo'zg'atish masalasini alohida material tariqasida ajratib berish vakolatiga ega. Meni o'zim shaxsiy fikrim. O'shaning uchun ham hozir tomonlar muzokarasini to'liq tamom qilib, keyin buni muhokama qilish qonuniy bo'lar edi degan fikrdaman. Bunday fikrga to'liq qo'shilaman. Sababi sud tergovi davrida go'sht masalasi to'liq o'rganib chiqildi. Jinoyat ishi tugatilganligi, rad qilinganligini aytib o'tdi. Shu sababli prokuror iltimosnomasini rad qilishingizni so'rayman. Davlat ayblovchisining sud tergovini tiklash haqidagi iltimosnomasini ayrim advokatlar va sudlanuvchilar sudga havola qildi. Ayrimlar esa to'g'ri deb hisoblab qanoatlantirishni so'radi. Qahramon aka. Go'sht temasi bo'yicha savolim tug'ilib qoldi. Qo'llab qo'ydingiz. O'zimda ham bor. Jinoyat protsessual kodeksining 423-moddasi tartibida suddoq hay'ati o'rnida azm qiladi. Ish bo'yicha prokuror iltimosnomasi qanoatlantirildi, chunki ish holatlariga bog'liq bo'lmagan holatlar bo'yicha savol-javoblarimiz bor degan uchun sud tergovini tikladi. Tushunarli? Marhamat, muhtaram prokuror, savollaringizni bering. Pechat bormidi? Elektron imzo. Mana savollarni bermoqchi edim. Yo'q. Qanday taniganmiz? Biz 2023-yildan beri shartnoma bilan ishlayman. O'shanda bular bilan elektron shartnoma, o'shandan beri elektron shartnomada ishlaymiz faqat. Bular bilan yuzma-yuz ko'rishib va gaplashib, unaqa tartib ishlanmaydi. Borganmiz ishlab chiqarish joyiga? Ishlab chiqarish joyiga bir marta borganman. Qachon borgansiz? Esimda yo'q, ancha vaqt o'tdi. 2005-yildanmi, undan oldinmi, 24-yilgacha? Balki undan oldinroqdir, balki o'sha vaqtlardadir. Qanday, ya'ni 2023mi yo 24mi shunday bo'lsa kerak. Bir kundagi go'shtlar yaroqsiz haqida gap ketyapti. Agar butun mavsum davomida yaroqli go'sht bo'lsa, nima uchun 3-oktyabrda yaroqsiz bo'lib qolyapti? Bunga izoh bera olmaysiz? Nimaga bera olmaysiz? Siz davlat bo'lgan bo'lsangiz. Shu bilan birga u 10 nafar erkak sudlanuvchilarga uzil-kesil 10 yil ozodlikdan mahrum qilish va muayyan huquqdan mahrum qilish, ayol sudlanuvchiga esa 5 yil ozodlikni cheklash hamda muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini tayinlashni so'radi. 5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlashni so'rayman. Sudda himoya tomoni davlat ayblovchisidan ayblov pozitsiyasini nega o'zgartirganini izohlashni talab qildi. 257 bo'yicha 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi 186 ni olib tashlaganligi uchun hammamiz o'zi muzokarani tugatib bo'lgan edik. Endi hozirgi sud majlisida hozir sud tergovini tiklash masalasida berilgan savolga umuman men tushunmadim ham. Buni qanaqa faqat o'sha muzokarani qayta tiklash uchun qilingan deb hisoblayman men. Bu aniq shu uchun bo'ldi. Sud tergovini tiklab qaytadan muzokara qilish uchun, bularni noqonuniy ayblash uchun asos qilib berdi. Chunki bizlar shu 5 oy, 4 oy davomida bularni mutlaqo beaybligini hamma proses davomida ham, mana guvohlar ishtirokida ham, o'sha jabrlanuvchilar tomonidan ham bularni mutlaqo aybsizligi to'liq ravishda isbotlab berilgandi sud tergovi davomida. Endi shunga huquqiy baho berishingizni so'raymiz.
Bu yerga advokatlar anavi emas-ku, o'yinchoq emas-ku, yo'q odamlar. Sud prosessi ochiq sud prosessi. Bu sud prosesida hech kim hech qanaqangi ma'lumotni yashirayotgani yo'q. Hamma bemalol oshkor eshitdi, bemalol oshkor ko'rilishi mumkin. Oldin mana sud prosesida qatnashdik. Prokurorimiz faqatgina 257-modda bilan 3 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi so'radi. 186-ni chiqarib tashlashni so'radi. Hech qanaqangi 45-moddani qo'llash masalasi ko'tarilgani yo'q. Hozir sud tergovini tiklash masalasini ko'tarildi. Mayli, qonunda ko'rsatilgan sud tergovini tiklash masalasi bo'yicha ham biz e'tirozlarimizni bildirdik. Lekin sud tergovini tiklangandan keyin aynan prokuror xuddi shunaqa muzokara qilish uchun nima o'zgardi degan savol berilishi tabiiy narsa bo'lishi kerak-ku. Agar biron narsa vaziyat o'zgarib yoki bo'lmasam bir yangi holat aniqlangan bo'lsa yoki bo'lmasam haqiqatan ham bularni ayblash uchun biron bir qo'shimcha dalil yoki qo'shimcha guvoh yoki qo'shimcha mutaxassis ekspertiza xulosasi taqdim qilinganda aniqlanganda edi, tushunsa bo'lardi. Qo'shimcha ma'lumot aniqlanganligi uchun ularni fikri o'zgarib qolib boshqa modda bilan ayblandi degan masala ko'tarilsa tushunsa bo'lardi. Lekin nima bo'ldi? Hozir faqatgina prokurorimiz siz ekspertiza, siz shartnomani onlayn tuzganmisiz degan savol uchun tiklab, ularga nisbatan 186-moddani ayblash bo'lyapti. Men tushunishim bo'yicha men tushunish o'sha narsaga aqlim yetmayapti. Bu jinoyat protsessual qonunchiligida prokuror o'zini muzokarasidagi holatni isbotlash kerak, dalillar bilan keltirish kerak. Faqatgina u qonunda ko'rsatilgan moddani o'qib berish bilan chegaralanib qolish kerak degani emas u. Hattoki sudlanuvchilarni, dastlabki sudlanuvchilarning familiyasini o'qishni boshlandi, tushunarli. Keyingi sudlanuvchilarni familiyasini birma-bir o'qishdan erindimi? Hamma sudlanuvchilarni birdan turg'izib shunaqa jazo berilsin. Qonunda u narsa ko'rsatilmagan. Qonunda har bitta sudlanuvchiga nisbatan qaysi holatda qanaqa ayblanyapti, qanaqangi hujjat bilan ayblanyapti, qaysi guvohning, qaysi mutaxassisning, qaysi ekspertiza xulosasi bilan isbotlanyapti. O'sha bilan isbotlanganligi uchun shunaqa kvalifikatsiya qilinyapti. Har bittasiga nisbatan alohida jazo tayinlash, 59 bilan qanaqa jazo tayinlash, qanaqangi koloniyada o'tash masalasi aniq belgilanib ko'rsatilishi kerak edi. Masalan, muzokara hozir bu narsalarni biz eshitmadik. Buni qanaqa qilib biz endi qonuniy, adolatli deb tushunishimiz mumkin. O'shaning uchun ham suddan iltimos qilamiz. Sudga insonlar adolat izlab keladi, haqiqat izlab keladi. O'shaning uchun ham bu holatni ham e'tiborga olishingizni endi biz advokat nuqtai nazaridan ko'p gapiramiz. Bu holatlarga sud munosabat bildirish kerak. Sud munosabat bildirmasa faqatgina o'tirib shuncha yilga qamalsin degan bilan bu inson huquqlarini qo'pol ravishda buzilishiga olib kelmaydi. Bu narsaga ham e'tibor berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. O'shaning uchun ham prokurorning fikriga advokat e'tirozini, mulohazasini bildirishi mumkin. Qonunda aniq ko'rsatib qo'yilgan. O'shaning uchun ham hozirgi muzokaraga nisbatan o'zimni e'tirozimni, mulohazamni bildirmoqchi edim. Muzokaraimda yana alohida fikrimni bayon qilaman men. Hamma ishsi nima bilan isbotlanganligi ko'rsin, bilaylik bu dalillarni. Bizlar ham o'zlarimiz qarshi pozitsiyamizni bildiraylik. O'zlar muzokaralarda hamma advokatlar bugun sudda ayblovda dastlabki ko'rsatilgan dalillar nimalar bilan rad qilinishini ko'rsatib berdik mana. O'tgan sud muzokaralarida. Bu ham hech kimda ortiqcha yo'q prokurorning. Prokuror ham xuddi shunaqa qilib asoslab bersin bo'lsa. Birdan bugun vaziyat o'zgarib qoldi. Bitta savol bor. Bularni aybini isbotlaydigan qaysi jildni qaysi varaqaga tikilib hech bo'lmasa shunisi ayting, topaylik. Men topa olmadim. Unaqa yo'q birinchidan. Ikkinchidan prokuror aytib bersin, nimaga ish hujjatlarida baho berilmayapti? Sud bakteriologik epidemiologik ekspertizasi o'tkazilmaganligini, nima asos bor bu yerda? Chunki mana kefirdan tashqari amletda topilyapti bakteriya stafilokok. Bo'tqalarda topilyapti. Xo'p, nima uchun bu bo'yicha prokurorimiz baho bermayapti unga? Prokuror o'zini vazifasini, protsessual vazifasini bajarish shart. Nimaga biz ham hozir aytishimiz mumkin, masalan, advokat. Bo'ldi, bular hammasini oqlaylar, lekin hech narsa bermasak hamma qiziqadi. To'xtang, nima bilan asosladingiz? Nimaga bunda aybi yo'q? Boshqa deydigan savollar chiqadi. Nimaga prokuror bilan aybi bor? Oldin 3 yil so'rab, endi 10 yil so'raganligi to'g'risida asoslab berish kerak, hech bo'lmasa. Hozir biza mana hozir men muzokaraga o'zi tayyor emasman, chunki yangi ochilgan nima ishlar chiqyapti, boshqalar chiqyapti. Shuning uchun
men уже bilishim kerak qayerda ayblari bor ekan, nimasi bor ekan. Mana 100 tom deylar, 100 ga yaqin. Qani qayerda bor ekan shu? Aytib bersin, o'zidan o'zi bu nima haligi jazoni tarqatib yuboradigan joymi bu yerga har kimga bir xil qilib, umumiy qilib. Unaqa bo'lmaydi. Har birini taqdiri hal bo'lyapti. Har biri bu bola chaqasi bor, oilasi bor, boshqa uydagilar shuncha yil qiynalib ketdi bola shunchadan beri. Endi 1-3 yil berib, keyin so'rab, Xudoga shukr, siz faqat so'raydi. Unaqa hal qiladi sud. Keyin 10 yil so'rayapti. Asoslab bering, baraka topkur. 10 yil bu 10 kun emas bu. Muddatini ko'paytirish uchun ataylab mana sud tiklandi. Beradigan savollar ikkita savol bo'ldi bor yo'g'i. Umuman bizning ishga aloqasi yo'q почти. Pechat qo'yilgan. Kefirga umuman aloqasi yo'q. Ha, undan keyin sразу eshitdim, уже muzokara qilamiz. To есть уже muzokaraga o'sha nimalarini. Oldin ham muzokarani shunda nimadan boshladi? Jazo turi muddatidan hozir ham shunday boshlayapti. Nima? Jinoyat protsessual kodeksi o'zgardimi? Qonun o'zgardimi? Men bilmay qolibman bo'lmasam. Iltimos, shunga e'tibor bering, hurmatli rais etuvchi. Prokurorimiz tomonidan iltimosnoma kirilyapti-da, faqat o'sha go'shtga oid masalani ko'taryapti. Vaholanki oldingi sud protsessida, ya'ni bugun 6-iyul bo'ladigan bo'lsa, bir hafta oldingi bergan muzokarasida umuman kefirchilarga nisbatan, boshqalarga ham nisbatan hammasiga demak faqat 257-modda bilan javobgarlik so'ragan, 186-modda 4-qismini olib tashlash so'ragan. Vaholanki hozir sud tergovi deb tiklandi. Bu go'shtga oid masala dedi. Ikkita vopros qo'yildi-da, go'sht kimdan olingan, qaysi shartnoma bo'yicha olingan, elektron tartibda tuzilganmi, pechat tartibida bo'lganmi degan vopros qo'yildi-da, umuman endi muzokaraga o'tib, hozir har bitta sudlanuvchiga asossiz ravishda 10 yildan ozodlikdan mahrum qilish so'rab turibdi, bitta sudlanuvchidan tashqari. Vaholanki biz oldingi sudda muzokara qilganimizda sud tergovida muzokaraga o'tgandan keyin o'zi eshitmadi, prokuror ishtirok etmadi, o'zini fikrini bildirdi-da ketib qoldi. Hozir kelyapti-da, osmondan do'ppi postdan tushganday qilib sud tergovidagi bo'lgan holatlarni batafsil keltirmasdan hammasiga baravariga demak 10 yildan o'sha ikkita modda bilan hamda yana 45-modda bo'yicha ham javobgarlik so'rab turibdi. Muhtaram rais qiluvchi, buni men o'ylayman o'sha muhokama qilganingizda maslahatxonada ularga e'tibor berishingizni so'rardim. O'sha oldin boshqacha dedi. O'zim nimani so'radi, hozir ham so'rayapti. Jazoni so'rayapti. Fikr yo'q. Hurmatli siz aytyapsiz, fikri davlat aybi fikri deyapsiz, to'g'ri, lekin o'sha fikr yo'q. Fikrini aytsin, mayli tayyorlab kelsin ertaga. Boshqa qilsa, no. Aytmasa, hozir men o'zim javob beraman. So'bu humoya ma'ruzani qanday konstruksiyada tuzishni bilmay qoldim hozir. Hurmatli sud raisi, mana bizni humoya ma'ruzasidagi Salim Amriddinni ham 45-modda muayyan huquqdan mahrum qilish hammaga ma'lum. O'zi buni ish joyi bo'lmasa, davlat ishida ishlamasa, qanaqa muayyan huquq bo'ladi bunda? 45-modda bo'yicha bunga ham jazo so'radi. Biza eski modda bo'yicha ham o'sha 257 bo'yicha ham, hozirgi 276-modda bo'yicha ham bu hech qanaqa ishchi, yollanma ishchi hech qanaqa qonuniy ish joyiga ega emas. Demak, jinoyat subyekti hisoblanmaydi. Buni asoslab bersalar, o'shanga qarab biza uzoq yo'lga borib kelaman. O'shanga qarab muzokara tayyorlab kelaman. Bunaqa qilib ikki og'iz gap bilan inson taqdirini hal qilib o'rmaslik kerak edi. O'yinchoq qilinyapti. 3 yil so'rab endi bunga bittagina muzokara pechat shtampa bosilganini nahotki oliy ma'lumotli prokuror o'sha onlayn shartnomaga elektron imzo qo'yilishini bilmasa. Shu bilan endi sud tergovini tiklab. Yakuniy xulosa sud beradi. Bu meni fikrim. Advokatlar prokurordan avval 186-modda bo'yicha ayblovni chiqarishni taklif qilib, keyin aynan shu modda bilan aybli deb topishni so'rashining huquqiy asoslarini tushuntirishni so'radi. Sudda muhokamalar keskin tus oldi. Nima bo'ldi? Hozir faqatgina prokurorimiz siz ekspertiza, siz shartnomani onlayn tuzganmisiz degan savol uchun tiklab, ularga nisbatan 186-moddani ayblash bo'lyapti. Men shuni bo'yicha men
Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.